Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar, bugun 2026-yil 8-oyning 6-kuni payshanba. Bugun biz bundan 16 yil ilgari Qashqardagi Sama yo'lida bo'lgan milliy ozodlik kurashi bu vaqtda to'xtalamiz. Yana 2008-yilning 4-kuni, ya'ni bundan 16 yil burun Beijing Olimpik musobaqasi o'tkazishga 4 kun qolgan vaqtda butun dunyoning diqqati Xitoyga qaratilan bir paytda Qashqarda Sama yo'lida yuz bergan bir qarshi harakati xalqaro zo'r inqiyos qo'zg'adi. Orada mana 18 yil o'tgan bugungi kunda bu ozodlik kurashining oriq ko'rinishi, Xitoyniki bu ozodlik kurashini qanday tadbirni berganligi, buni yuritish maqsadi va Uyg'ur ozodlik kurashi haqida suhbat qilamiz. Bu qism suhbatga shu davrda Dünya Uyghur Qurultayı'nın rəhbərlərindən bo'lgan Nurməhəmməd Musaboyev əfəndim bilan Erkin Ahmet əfəndim təklif qildim. Erkin Ahmet əfəndim qurultayga o mezgildə Erkin Asiya radiosida jurnalist qilayotgandi. Bu narsani yaxshi biladi, shunga bu ishlarni bugungi shu suhbat taklif qildim. Assalomu alaykum Erkin Ahmet əfəndim, Nurməhəmməd Musaboyev əfəndim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga kelganingizni ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom, xush bo'ldik. Rahmat. Unda esa bugungi suhbat programmamiz degandek yuqorida bundan 16 yil ilgari bo'lgan Sama yo'lidagi milliy ozodlik harakati, ya'ni Abdurahmon ikki Uyg'ur bo'lgan faoliyatini tanishtirib qilamiz. Endi bugun bir savol bevosita kiritaylik. Birinchi savol. Bunu en evvel Erkin Ahmet Efendi'nin soruyla şu mezgil jurnalistler Erkin Asya Radyosu'da muhbirler işletken mezgilleri. Siz şu vakit Erkin Asya Radyosu'dan muhbir ediniz, hem Dünya Uygur Kurultayı'ndan mesleği hizmet ediniz. 2008 yıl 4 Ağustos Sama yolu yüzbergen bu vakadan haber kılgandan keyin radyoda ve teşkilatçıda kandak ciddiçilikler oldu. Vakadan ilgili vatan içindeki Olimpik musobaqasi oldidagi Xitoyniki besim qandoq edi va bu harakatninki asli yuz berishi qandoq? Xo'sh, bo'lsa, Erkin Ahmet'dan boshlaylik. Ko'p rahmat. Oldi bilan bu voqeada shahid bo'lgan Abdurahmon Azod bilan Qurbon Himitning yotgan yeri jannatda bo'lsin. Uni minnat va hurmat va seg'inish bilan eslaymiz. Hem de bu 2008 yılı 8. ayının 4. günü, yani bu vaka, yani olimpik tenterbiye yığını buluştun 4 gün burun bu vaka yüz berdi. Şimdi bu vakanın yüz berişinden burun bir ceryan vardı. Bunun kandan geldi. Biraz bunun bu vakti toktuluşumuz lazım. Hem de Xitay elbette burundan tatip, tabi 1949'dan tatip üyede bir besim, zulüm, bir asimilasyon siyaseti var, Xitaylaştırıcı siyaseti. Ama bulup şu 11. sentabr vakasından keyin 11. sentabr vakası geçe Xitay Uygur meselesine bizden içki meselemiz, hiç kim aralışamaydı dep dünya uçunda dep kelgen, müddet teşvik kılıp kelgen. Ama 11. sentabr vakasından keyin 11. ayda George Bush'ninki Şanghay'da bir yığın katnaşka var, Jiang Zemin bilen uçuruşu var. Bu uçuruşta terörizmge karşı, dünyadaki terörge karşı, Amerika başlatkan terörge karşı küreşte Xitayning Amerikani qo'llab quvvatlashini talab qildi. Shu muxbirlarni kutib olish yig'inida Bush Jiang Zeminga dediki, Jiang Zemin bizdami shu Dongtu filli degan, Dongtu Kungfu degan tunji qatim talaffuz qilish, ya'ni Sharq Turkiston terrorchilari degan tunji qatim shunday bir jumla qurgan Xitoyninki davlat raisi. Undan keyin ham Xitoy mushuni bahona qilib 2003 yılı
hem şu qo'sh tillik ma'rifni kuchaytiramiz degan qaror chiqadi, hem şu dunyodagi terrorga qarshi kurashni bana qilib turib, bizning u yerda diniy ulamolarga bir besim siyosati boshladi. Nurg'un kishi tutqun qilindi. O 23 xil diniy faoliyat cheklendi. Mesela tunji qatim 2008'de o çeklendi. Ondan keyin ichkiridagi Uyg'urlarni, ichkirida tijorat qilayotgan, oshxona ichayotgan Uyg'urlarning hammasining do'konlarini taqab, ularni ichkiridan qo'g'lashga boshladi. Bu 2008 yilning boshlaridan tortib bir Xitoyniki shu Uyg'urlarga bo'lgan muqimlikni qo'g'dash siyosati deb bir shuar qo'ydi. Shuning bilan olimpikka tayyorlik qilish jarayonida bu siyaset bağın sırı çıngıp menişke başladı vatandaki. Onun nimesi bilen 8. ayınınki 4. günü bu Sema yoldaki vaka yüz verdi. Bu hem de kanda vaka diye vaxtıda hem de bu hərbilərə, saqçılar qarta elib verilgan 16 asker öldü de. Hem de bu bizdeki yakın zaman şu karşılık Xitayga karşı bağlan vatandaki bu narazılıkta en köp asker öldürülgen bir vaka değişki buludu. Bu vaka bo'lgandan keyin bütün dünyanın dikkati bulup mu o kunlarda bütün dünya Xitayda olimpik içildiğen boğaçka bütün dünyanın dikkat itibarı Xitayga qarashliqdi. Bunda bir paytda bu vakanın buluşu dünyada Şarkı Türkistan meselesinden ki yani müşahede Şarkı Türkistan'da bunda bir izilayotgan xalq var, bu yer besib elingan zemin deydigan muşu narsa bulup muşu garip dünyasında Türkiye'de buna ait çoğun haber bulup taqıtıldı. Bu hem de tunji qatim desek bo'ldi. Onundan burunma nurg'un voqealar bo'lgan. Mesela Barın katliamı bo'lgan vaqtida Fransiyadagi bir haber agentligi qisqa bir haber şeklida bergan. Ama bu haberni mayli Hongkong'daki haber agentligi bo'lsin, garip devletlerde bulup Erkin Asya Radyosu da mı keng ko'lamda bu haqda haberler berildi. Bu garip dünyasında Amerika'da en köp çıkan tunji qatim en köp berilgen haberlerden biri değişki buldu. Devir bölgüç bir vaka değişki buldu. Çünkü bu yerde amma ölmedi. Yani halkının içinde Xitay halkının ölgenler yok. Hemmisi asker bo'lgan da dünyada bu xil besib elingan zaminda bexatarlik xodimlariga, askarlarga nimqasi ular zaten Xitoy bizni bostirishga vosita bo'layotgan Xitoyninki quroli hamda u bir hisobda. Unda bo'lgandan keyin bu hem kişilik hukuk teşkilatlarının hem dünya devletlerinin zor dikkatini tattı. Erkin Asya Radyosu da mı? Nait etraflık 3-4 gün haber verildi. Ondan keyin Dünya Uyghur Kurultayı 4 Ağustos Sema yolu vakası doğrusunda bayanat ilan kıldı. Bu bayanat hem Erkin Asya Radyosu'nda Uygurca, İngilizce başka gezitlerde mi bu bayanatka yer verildi. Bence bu Uygurlarının şu yakın zaman tarihindeki devir bölgüç mühim bir narazılık körüşüye değişki oldu. Hem ikinci sual, Hürmet Musabat Efendim'den atalığı cihetten yani bu her xil atayımızda mesela Sema yolu vakası, Sema yolu karışık hareketi degandek hem her xilde. Ama siz bir siyasi analiz surasınız bilen bu hareketler Sema yolu vakası demdik ya Sema yolu azat hareket demdik. Xitoy hem de adet kurallar emas, faqat qurolliq saqchilar nishon qilingan bu hareketni darhol turuvliq deb atadi.
Xitoyning barliq zulmga qarshi qarashlarga turli qalbini kevdirib xalqaro aldash taktikasiga qanday qaraysiz? Valeyküm assalam. Avval bir tuzuş veriteyim. Ben 2008 yılı teşkilatı yok. Dünya kurulda emesden. Ben Yo'qmas uçaqlarda. yok vakti ben 2009'dan başlap Dünya kurulda kirgen. Hem de var degenizde bu vatan bu ayıp erkemi dedi. Sema yoldaki bu iki kahramanın gayretti Uygurların yakın zaman tarixideki bazı güç bilen g'alaba qilgan bir kurash bu. Ya'ni ikki jangchi qo'lda qurol yo'q, 16 Xitoyning qurolli qismini yo'q o'ldiradi degan gap bu urush taktikasidimi va harbiy strategiyasida cho'ng g'alaba hisoblanadi bu. Endi Xitoy biz nima qilsak shuni terrorist deydi. Terrorist degan qalpoq shu vaqtda endi keyin yil boshlagan bash erkin degandek Jiang Zeminning og'zidan chiqayotgan vaqtlarga bu keldi. Endi bu terrorizm deganda ne deymiz vatanda bundan oron bu sana yo'l vaqasidan burun bunalda xiljiq qarshi harakatlar bo'lgan. Masalan, Boy Ko'mirkan harakati bo'lgan 16-5 harakatlar bo'lgan. Aqshda bu ma ikki qahramon vaqtni, fursatni nihoyat yaxshi tanlagan. Chunki Olimpik mashili bizning Qashqa vatanda o'tayotgan. Ma Pokistonga kelib Qashqadan Urumchidan mushtaq Bejing ketib qolgan bir fursatda bütün dünyanın dikkati bizden vatanın boğazka vaxtıda bu dünyanın dikkatini özüge tartış için bu hareket tallağandı mı? Doğru yani, doğru onu tallağandı. Hem de bizden vatanda Xitay tacavuzı biz kirgenine tadık 50 provokan hareketlerinin hemmesi azadlık hareketi oldu. Bu vaka olmaydı. Meyli küçük olsun, çoğun olsun hem hareket karşılık hareketi, azadlık hareketi, milli küreş. Milli mücadele deydi. Mücadele. Onu bazı qisqartib biz Uyg'urlik deb qo'yamiz, vaqa deb qo'yamiz. Aslida Barin vaqasi deb qo'ydi. Aslida Barin inqilobi. Bu ikki qahramonning ismi Barin, bu Samay yo'li inqilobi yoki Samay yo'li Turkish harakati bo'ldi, qarshilik harakati. Bu hech qachon vaqa emas bu. Uyg'urlarning ozodlik harakatining bir parchasi, ozodlik harakatining birisi. Men buni ozodlik harakatining birisi, harakatlarning birisi, qarshilik harakatining birisi deb buni vaqa deyish, bakchilitish Xitoyning tashviqotiga moslashib qoldi. Men bundan keyingi Uyg'ur tashviqotlarida bo'lsin, vatanda bo'lgan har qanday faoliyatni vaqa deyishdan amal va saqlanayli. Vatanimizda bo'lgan shunda ta'sir iltirotgan harakatlarni mumkin va vaqa kichiklatmay, uni mumkin va uni inqilob, qarshilik harakati, dachavchi qarshi harakat yoki ozodlik harakati deb yaxshi bir ulug' unvonlarni beraydi. Endi bu ikki qahramon asli dostonlarga yozilishi kerak. Kim dedi bizning vatan mesela bu ikisini aktif bizning G'ani Botir, Sadir Pallavlardan qilishmaydi. Bular bir turma kirib, turma Qashqayri yo'q, Qag'ayri turma kirib o'lib ketdi, lekin bular bir qitimliq urushdilar, 16 ni o'ldirdida. 16 Xitoy askarida. Bu endi tarixi yozilgidek, doston bo'lgidek, Uyg'urlarning dostonli kitoblar yozib, bizning bolalarga cho'chak, qahramonlik doston qilib yuradigan bir inqilob. Shunga buni unutqanmaslik kerak. Bu Chavatandagilar aslayapmizmi? Chet eldagi har qaysi tashkilotlarimiz, axborot o'rinlarimiz har yili mushning Sayma yo'lininki yil to'limida bu ikki qahramonni eslab turib, buni avlodlarimizga, bolalarimizga so'zlab berib, hikoya cho'chaq qilib, xuddi burun Chintimir Botirdek, yana bir botirlarning hikoyasini o'qidik. Bular botirligini yaxshi adabiyotchilarimiz buni yaxshi voqealigini yozib, taqtish kerak, taqtib buni avlodlarimiz avlod qoldirishimiz kerak. Chunki bir qahramonni biz bugun qadrlasak, bundan keyingi qahramonlarning chiqishiga fursat bo'ldi. Qahramonlarni yodlasak, qahramon o'ldirsak, bizning avlodlarimiz qahramondan o'rganadi va o'zim qahramon bo'lishga intildi. Agar biz qahramonni eslatmasak, qahramonni eslamasak, ularni hurmatlasak, keyingi avlodlarni yoki bizning davrimizda yoki bizning davrlardan qahramon bo'lish yoki qahramonlik chiqish yo'qolib ketdi. Bir millat qahramon qolmasa yoki qahramon chiqsa, u millatning qutulishi, ozodlik erishi mumkin emas. Quruq siyosat bilan yoki quruq so'zlar bo'lmaydi. Ba'zi yani vaqt kelganda qahramonlik bizga doim yani kerak. Mencha shunday qilib rahmat. Rahmat. Unda erkin muallim sizin imkonda hamda bu Hozirmat Musavat efendimiz yani bunu biz milli ozodlik hareketi yoki milliy qarash hareketi deyish atsak yaxshi edi. Endi siz bu Erkin Osiyo radiosi shu mazgilda endi muxbir, ham jurnalist qilyapsiz. Ama şu Erkin Osiyo radiosi ko'pincha narsalarni haqiqat qoladi hamda. Ana bosh ağarda nurg'ul g'ulg'ulida mesela Uyg'urlar ismi kreativ Facebook'lar yoziladi. Yeni bütün haqiqatda mümkün demeyin haqiqat buni
sel Dünyada kopkap kalmasa örümcü kırgınçlığını örümcüye karşı oldu kalmadı bulguda alıdı buna göre çok tenkitler battı. Siz bunun kanda karayısınız. Yani bir yorumlar yani dinlemezler. Bularni biz jiq tushuntirishga tirishdik hamda Erkin Asiya radiosi Amerika hukumatiningki radioda hamda kongre tarafdan iqtisodiy yordam bergan bir radio demdi. Unda bo'lgandan keyin mesela biz jiq kurslarga qatnashdik vaqtida Amerikada muxbirlar kelib anlattı. Mesela ben tunji qatim bir Uyg'urlar elib berayotgan Xitoyning siyosatini irqiy qirg'inchilik deb olgan vaqtimda radioning muavin boshlig'i so'zirland meni qattiq tanqid qilgandi. Dediki, bu irqiy qirg'inchilik emas, sen bunu desang bo'lmaydi deb 2004-2005'lerde aşı atalgını işletişki mi qarşı chiqqan. Ama o bir devletninki nemesi bo'lgandan keyin onu biz Uyg'urlarga tushuntiremedik onu. Biz Uyg'ur rayoni dedik, Uyg'ur eli, Uyg'ur diyarı dedik. Türkiye'de nurgun Uyg'urlar kelib norozilik bildirdi. Bu axborotchilik mushunda bir narsa. Ama Amerika keyingi yillarda mesela Amerika hukumati Trump'ning birinchi qatim hokimiyat beshiga kelgan vaqtida shu bizni irqiy qirg'inchilik desang bo'lmaydi degan davlat Xitoyning olib berayotgan siyosatining irqiy qirg'inchilik ekanligini Amerika qabul qildi tunji qatim. Şuna anda bunda narsalarni aldirab ketmaslik lazım. Bazı atalgılar garip devletler mesela Türkiye'den devlet rehberleri Xitoyga borganda Şinjan deb ataydı. Şinjan Uygur Abdunum Rayın. Uygurlarning ayda çekilip yezip ketdi o. Bu nemi junda deydi bu da bir Şarkı Türkistan tosu da. Bu bir devlet. Devletin siyasetinde mesela devletin televizyonunun adamı Şarkı Türkistan dizisi olmaydı ama sözlügen adam dizisi buldu. Şuna bunu manda düşünüşümüz lazım. Şuna ben bu meselede biz Uygurla buna narazılık hareketi ya ki azatlık körüşü de asak buldu. İnkılap da inkılap aslında bunda bir devletin içindeki tüzümünü özgertiş için elip bağın. Nimeni inkılap deydi. Çünkü inkılap Arapçada bir nesine agduruş diyen gepçi onu da aktarıp agduruş diyen manada. Şuna ben azatlık körüşünün bir parçası, bir kısmı da manda asak yakşı oldu da boylayım ben bu kıl atalgılarını. Rahmetli ben azatlık görüşü, milli karışık görüşü, azatlık hareket etsin adamda ruhu kötüre başka şey yapıp kaldı kendi çoğu. Vaka desemiz, Kartaş vakasını vaka deyimiz. Ya da yol kötü etip bizim yıkık kesim vaka uçurabı deyimiz. Onda adet küçük dinlersem de bir Uygur milletin bir ruhini hükmes iradesi eksettirgen bir ne boğan ki onu milli azatlık görüşü, azatlık hareketi, karışık hareketi dep atsa adamı başkaça texmelik bir milletniki kahramanlık ruhunu eksettirgen bakıl kuruluş ifade çıkıyor ki. Hem abetin yani azrak bir fikirler var temaga. Siz özünüz arkadaşlar radyosunuz bazı temalar ben bir kısa kalıp mesela kırgınçlık onuma kiyisi işlettik konusunu kiran. Mesela Uygur rayını, Uray, Buray'ın da radyo işledi. Bunun da hem silmezsenge hem siz bir muhbir olasınızdan mesela açtığın orada Şarkı Türkistan'da yazıp haber açtınız onu tasdiklamamdı o ya ki çünkü Uygur rayda bu işte tasdiklamaydı da o tasdiklamaydı o devlet bilen münasebeti var axbarat organı o kaçka onu tasdiklamaydı. Mesela biz Türkiye'den devlet televizyonu var TRT deydi. O televizyonga çıkan vaxtıda mesela o 1997'de bir hüccet çıkardı Türkiye. Dedi ki şu Şarkı Türkistan atalgısı işletilmeydi o dep. Kök bayrak assı bulmaydı o bu dep bir hüccet çıkardı. Şu hüccetine roya asasen mesela biz aç televizyon katlaşkan vaxtıda Şarkı Türkistan desek ne çıkartım şu nem buldu çoğu bir heyet tarafından ilan kılsı buldu da tasdiklaydı. Tasdikten ötmey çıkartım aynı programla verilmegen çoğu. Bunu doğru düşünüş lazım. Mesela devlet bilen münasebeti yok. Manda axbarat organları var. Ular özü Şarkı Türkistan'daydı.
qatnaşqanlar deydi. Şuna biz bunu tushundirish uchun jiq til to'kdik Turkiyada. Mesela bizning Uyg'urlar kelib radio nimishqa Uyg'ur diyarı deydi. Nimiş Şarkı Türkistan demeysin deb xafa olib kiretdi. Biz tushundirib qo'yatdik. Onu kurs açıdı, muallimler ögütüdü, manda deysi, onda deysi. Mesela ben bir Xitay elçixanasından aldım, namayış kılğa vaqtida biz Uyg'urlar deb savol so'rab kelganman. Ayşne tutuvelip sen bu o namayışta sen Uygur emezde sen Amerika radyosunun muhbiri olgandikin biz Uygur dep soğumaysı dep başında tenkit kılgan. Şu bunun akbaratçılık ve inçiki yerleri var. Şu bunun dikkat kılış, bunun bir kapı oluştan acıtı yok. Mesela Türklerde bir nimba atasözü, makal temsili var. Bağvenine uğraş emez, meyvesini yiyiş lazım deydi. Şuna onu ondan kanda paydanı biz kanda menfaatine kolga keltireleyimiz. Ayşına oyluşumuz lazım. İsimlarga isilvanmaslık lazım. Bazı akbarat nimeler için. Ama bu Ocu vakası, işte Barın vakası da bir vakılarda aynı elinde. Hem de bu başka tıllarının tesirim var. Mesela Türkiye'de aynı bir vaka olsa ona olay dep aladı çok. Bağıran olayı, işte Gulcu olayı dep aladı. Ağandaki onu Uygurlar başka tıllardan vaka dep elişti ki sebep ne o. Onu vaka demeyin, namayışı disim yani buladı da, yaki karşılık görüp ya Olay degine namayışen yapma o. olay degen vaka degen gap yani. Olay vaka degan. Şuna kadar bu davanın ilk biz olgan diken bular şu aktivistler bir bayan terkişte navayet mühim kençe bular nemi dep sözlese şu kritiken de başka muhbirler biz siyasetçiler dava kılgan adamlar Uygurlar sen degendik şu narazılık görüşü, müstakillik görüşü, karşılık depmanda alsak buluverdi yani ayda ilişimiz lazım biz. Endi bu men qo'shdim, agar bu yerda seni buni Sharq Turkiston deyish, vaqa deyish yoki inqilob deyish yana shu tashkilot yoki faoliyatga odam bog'liq ekan. Masalan 2011-yili biz dunyo rivojlanish yig'ili Avstraliyaga borganda Avstraliyaning millat vakillari Shangangni Hong Kong, Shizangni Tibet deb bizni Xinjiang dedi-da. Deganki Turkiya va hammamiz norozilik bildirdik. Sen nemişki bunda deyse farklı muamele kılsa da biz desek ahir nuri çıkıp anam şandı dey sen ikisini anda dağıtsa bizim bizim üstümüz var Şarkı Türkistan demiş ki atmaysa ya atsan hemsini okşaş Xitayca atta ya olmasa hemsini öz milletinin namlı atta degenken milletvekil biraz kayılı oldu. Bu gibi onun asası bu. Lakin bütün matbuatlar, haberler, devlet organları müşahede kolunu kelgachga biz iştik o'zgartirmaymiz dedi. Endi biz Amerikaga kelganda Amerika'da Uygur deganini bilmaydi ekan. Siyasi ma'lumotga Sharq Turkiyadagi tegib yo'q-ku. Bizlar ne bo'lsa Xitoy deb chiqdi. Kim buni davrib o'sha har iltimos qilgan jadvallarga Uyg'ur, Sharq Turkiston, Uyg'ur deb to'ldiraverib, hozir Amerika hukumatining ba'zi bir jadvallarda, formlarida Uyg'ur, Sharq Turkiston degan ism bor. Tanlash huquqini boshlanadi. Ashtalar demak bu shu kishining ya'ni biz Uyg'urlarning tashkilotlarninki, faoliyatchilarning emgaki, tirishchanligi atışığı bağlı. Mesela vakada bazı Barın vakasının vakada öyle oldu. Barın inkılabının vakası. Ben Barın'ı inkılap diyeyim çünkü o devir bölgüç bir ekle korallık hareket. Hakimiyet Akdurman diyen. Yani ma Gulcu inkılabı değil. Bunu bir inkılap hem de bu nece yüz adam çocuğa çıkan diyen. Muşane biz vaka demez ki. Bunu bizim Uygurlarımız özümüz vaka yapıyoruz bazıca. Aslında biz Uygur teşkilatlarımız, çoğunlarımız ağzıda bir söz çıkanda ne dikkat kılmışsak aşın başkalar kopya aktif kaldı diyen dağılmış gidip kaldı. Bunun için Hemmemiz şuna dikkat qilsak, bu manda hozirgi Sama yo'l inqilobidek, Sama yo'l inqilobida Sama yo'l qarshilik harakatdagi bu ikki botirning hikoyasini mumkin va kengaytirib, taqitib, yoshlarimizga ilhom bersak deb o'ylayman. Rahmat. Endi ehtimol siz shu mezgilda qurultayda ishlayotgan mezgilimiz qurultay juda kataldiki, kuchlik bir tashkilot mezgillarida endi. Mush Xitoyga ko'pincha vatashni bulayotgan ozodlik kurashimizga qarshi harakatlarimizga endi shu terrorlik qalbini keydirib endi muomala dunyoga biz ashna qilyapmiz-da. Hem diasporadaki Uygurlardan, Uygur öğreticileri olub qalsın, arka taşlardan adamlar olub qalsın, bazı vaxtlarda
bunda hareketler nispeten yaxşı güçlü imtiyoz qaytaramidi. Xuddi ba'zi qaytargan nimaları bekkalikka yani aslında aniq bir narsa qaytaranmaydi deb endi xuddi qo'llayotgandek aynan bizim chiqib qolib qoladi degan har xil gaplar anglab turyapmiz bu narsani endi bu da tanqidlar nimasilar bor. Bu shunga endi siz qanday qaraysiz? Onaki shu voqea shu milliy ozodlik ko'rish bo'lgan mezgilda siz hem qurultayning nimasi hem Erkin Asiya radiosiniki bir jurnalisti bunu tuttuğunuzda şu kadınlık milli azadlık kuruşuya teşkilatlar yani kurultaylar qanday kuch ifade bildiğen siz bir jurnalist olsanız jurnalist okusa bunu qanday bir ifadelerini bildiğen. O 4 Avgust vakası hakkında Dünya Kurultayı bergen bayanatda bence bu aciz bir bayanat emas. O bayanatta şunda deyilgende bayanatta bir türküm Uygur yaşları elip beriyotgan kurallık karşılık hareketleri ular özleri tanlab algan yol emas, mecburlangan yol deb ko'rsatildi debdi. Yani kurallık karşılık hareketi deydi. Ondan keyinki nimede mesela deyle yine matbuat bayanatida Onda deyilgende bu dünya medyası mı yarattı. Yeni bir kadın tekrardan mundak bayan kıldı. Bastırış davamlaşsa, kırgınçılık toxtumasa, tutkun kılışlar ayaklaşmasa tabi halda karşılıklı davamlaşıdı. Ve belkim tekimi yukarı pellige çıkıdı. Zoravallık yoluğa meniş Uygurlar tanlab algan yol emas, mecburiyetten bo'lgan yol deb Dünya Uygur Kurultayı'nın bayanatida. Deydi eğer Xitayning mujasida davamlaşadigan bo'lsa, bu karşılık hareketi tekimi küçüyüp manado deb bayanat verip diken vaqtida. Yani şu vaxtki da Xitay hükümetinin Uygurlar üstündeki zoravallıkka karata xalqqa cemiyet ve devletlerinin yeterlik derecede inkaz qayturmaslığı ve önümlük tedbir kullanmaslığı hatta bazıda sükut kılışı Uygurlarını karşı turuşta vasıta tanlamaslıkka mecburlavatıdı. Biz dünya cemaatini Uygur meselesiga aktif aralışışqa çağırırız. Bu meselede sükutlu turmaslıkka çağırırız deb bayan veriptik. Yaxshi bayonot. Yaxshi. Bayanat dema bayanat. Hani gay vaqtida bayat qafas taqiyatda qarshi qildirib emasmi? Shunga bunun bir nim qafaqayla bu narsa qadağanınız var mı Murat efendim? Ben o 2008'indeki o bayanatlarını esimce kadar erkek okup verdi. Yaxshi bayanat. Ben özüm bağvaqlarda keyingi bo'lgan inqilab ve Türk şirketlerde belgen bayanatlarımız yaxshi ba'zi bir boshqa bir kichik tashkilotlar yoki ayrim faoliyatchilar ba'zi vatanda bo'lgan harakatlarga salbiy pozitsiya bildirganlar bor. Ba'zi bir tashkilotda turibmi Xitoylarning qilgan harakatlariga vatanda bo'lgan Xitoyga qarshi harakatlarga norozilik bildirgan bor chet elda turib. Bunday qilmaslik kerak. Yani Xitoyga istoshlik qilganda hatta Xitoydan kechirim so'rash kerak deganlar bor. Bunu mayda azı tep çıkarıp falanca dep ismini dep bilemeyim azı tayyorlik qilibmi. Hatta Xitoydan kechirim so'rash kerak bu Uyg'urlar degan yerlar bor. Chunki Xitoyning fuqarolari o'lsa, boy degandek Uyg'urlar qurolliq yoki radikal ish qilish uchun harakat qilishga majburlanmoqda. Ya'ni uni tanlagan yo'l emas. Bayonatim debdi. Majburlangandan keyin qarshi qurolliq harakat ko'rsatdi. Bu orada ba'zi bir fuqarolar o'ldi. Bunun o'ligidan Uyg'urlar mas'uliyat tutmaydi. Bunun o'ligidan Xitoy hükümeti mesuliyet tutuyor, mesuliyetçi. Çünkü ular Uygurlarni shunday qilishga majburlagan. Şu qatorda ba'zi bir fuqarolar endi bizning vatandagi Xitoyning hammasi gunohkor va jinoyatchi. Chunki tajovuzchi hukumatni qo'llab bergandan keyin ular jinoyatchi o'xshash Xitoy armiyasi, saqchisi, fuqarosi hammasi biz uchun tajovuzchi. Shunga bizning vatanda qurolliq kurashda yo qarshi harakatda biri Xitoyning o'lib ketgani bu birlikka xatolik emas. Chunki ular tajovuzchi. Shunga men deyman bu burunda o'tgan ba'zi bir shu 2000 yilda buyoqki bo'qqa vatanda bo'lgan qarshi harakatlari, inqiloblar, ba'zi bir Turkish harakatlarida
bizning chet ellik Uyg'urlar ba'zi vaqtda bek passiv muomala qildik, rasmiy aytganda. Qo'ldimudik, ba'zilarini hatto bir ismda bor bizning. Urumchiga bir Urumchida bir nima bo'lgan 10 necha odamlar tortishib shu Olimpik 2008-yildagi o'sha Olimpik inqilobidan burun bu Urumchida bir 10 necha bo'lni Urumchilik buloq bilan tutulib o'tdi. Shunda bizning Erkin Asar radiosi xabarini bergan, mana tutulib ketdi u bu desa, buni Bayden ko'mirkondan ishchilari ko'mirkonning ishlari deb oshna deb oldi. Ular asli diniy bolalarkanda ularni ishga kelsa uni tutib kelsa bizning mayyak tashkilot nimadir uni aqlab bular o'qimagan qarsavatcha ishchilardi dedi. Emlet ular ishchilarimiz ular ishchi bor o'qigan savodliqlar hukumatga bo'lgan norozilik ishsizlikdan oilasiniki tutulib ketganlarning ustidan arz qilib Urumchiga kelganlar ekan. Ammo işte tegin surishti qilmay bizning ba'zi bir ajna tashkilot rahbarlarimiz vatanda bo'lgan harakatlarga ba'zi salbiy javob berdi. Ham mening talabim vatandagi Uyg'urlar mayli qanday ish qilsin Xitoy qarshi vatanparvarlik harakat qilsa, uni biz chetdagi Uyg'urlar %100 qo'llashimiz kerak. Uni aqlashimiz kerak. Uni Xitoy uning beshiga ming yuqori mozga yegisimi, qalpoq yegisimi, biz Uyg'urlar uni aqlashimiz kerak. Dunyo Uyg'urligining degan bayonoti bo'yicha Uyg'urlar mushuni Xitoyning mushu qattiq siyosatidan mushuni qilishga majburlanyapti. Biz bunday qilmaydi. Biz Uyg'urlar tinchlikparvar, vatanparvar, mehmondo'st xalqdir. Xitoydan kelganda oldiga chiqib kutib olgandik, lekin Xitoylar bizni mushundaq qilib qarshilik ko'tarib Xitoylarning o'lishiga sababchi bo'lgan Xitoy hukumati deb biz chet ellik Uyg'ur tashkilotlar, faoliyatchilar birlikda vatanda bo'lgan har qanday harakatni qo'llashimiz kerak, aqlashimiz kerak. Qat'iy ularni Xitoyga moslashib yoki chet ellikga moslashib qaralab qo'ymasimiz kerak. Yana birisi chet ellikga chiqqan 2-3 qarindoshlarimiz, masalan Malayziyada bor, Indoneziyada tutildi. Xitoylar mushlarni hozir chet ellik Uyg'urlar tashkilotni qichqirdi. Oxiri Indoneziyadagi ishki bolani tutib so'lab un terrorchi deb turmdan chiqqandan keyin aqlib chiqib bo'lsa-mu, yana Xitoyga ega chiqqan bo'lib nimishga desa bir bizning bir tashkilotning hali yuqori odami ismini demay ularni endi qo'ral tursa dedi. Vatan azob qilma, vatan uchun kurash qilma degan odam endi qo'ral chiqmay uning uchun dutatdan bir chiqamdi. Mushundaqda, ya'ni masalaga bundaq bir siyosiy faoliyatchi, siyosiy ustida mumkin va Uyg'urlarning qilayotgan harakatini aqlab u ishkuni Uyg'ur aqlaganlik, o'zini aqlaganlik emas, butun Uyg'urni aqlaganlik bo'ldi. Uyg'urlarning harakatini aqlaganlik bo'ldi. Mumkin va ularni aqlab, ularning qoral ko'tarishiga, qorallik harakat qilishga butunlay Xitoy mas'uliyat, Xitoy majburlagan degan temada chiqib turib aqlashimiz kerak. Ba'ziga qaralmasligimiz kerak, qochmasligimiz kerak. Mesela o Nurmehmet degandek, yani Xitoy har qanday bir Uyg'ur Xitoyga qarshi bir norozilik ko'rsatsa, Xitoyning siyosatiga mayli qurolliq bo'lsin, mayli qalami bilan bo'lsin, mayli boshqa shaklda bo'lsin, norozilik ko'rsatsa hammani terrorga bog'lab turib dunyoda nima qildi. Shu Xitoyning degan gaplari mesela titrab turolmaydi. Dunyoda inson kishilik huquqlari to'g'risida, qonun to'g'risida ma'lumoti bor har qanday odam bunu Xitoyning da'vatqonlariga ishonmaydi. Shunga Uyg'urlar mayli tashkilotlar bo'lsin, tashkilotning a'zolari bo'lsin, mayli normal Uyg'ur bo'lsin, chet eldagi bu xil faoliyatlarni cho'qim qo'llashimiz lozim. Chunki mesela bu 5 avgust kuni Qashqarda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazibdi bu haqda. Shu 5 avgust o'tkazgan bayonotda manda deganda Qashqar viloyatining partkom sekretari Shidagan Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining Uyg'urlar ichida internet to'ri orqali yerlik bombani qandaq yasash, hujumni qandaq tashkillash to'g'risida tarbiyalash ilib borganligini ilgari surgan. Yani bu voqea to'g'risida Islom partiyasiga bog'lab turib, ular tor orqali bomba yasashni o'rgatgan. Bu dunyoning hech qanday yerda titrab turadigan narsa emas. Bu tor orqali qanday bomba yasashni Xitoy bizning vatandagi tor hamma narsa Xitoyning kontrol ostida tursa, Xitoy bu butunlay titrab turadigan gap emas-ku bu. Undan keyin bu BBC televiziyasi Hong Kongda chiqadigan Dagung gazetidagi bu vaqtda berilgan xabarni naql qilib turib, manda deb yozganda 4 avgust Qashqa va
Qashqa vaqasida qo'lga tushgan, mesela vaqa deb olibdi-da bu BBC'mi. Gumandonlarning birisi Abdurahmon Azat 33 yaşlıq ko'ktatchilik qildigan tijoratchi, yana birisi Qurbonjon Hamid 28 yaşlıq taksi şoförü ekan deb bu to'g'riliq BBC tunji qatim xalqaroga bu vaqtida ma'lumot bergan. Undan keyin Angliyada nashr qilinadigan Sky News deydigan bir gazetda bu Shidaganning degan bir gapini naql ko'kitibdi bu yerda. Shidagan bunda deganda buningdan shuni ko'rib olaymizki, bu kuchlar olimpikka qarshi psixologiyalik va zo'ravonlik ustidagi hujum qilishiga urinmoqda degan hamda ular 2008-yilni Xitoyning hazi yiliga aylantirmoqchi. Shidagan deganda Uyg'urlar 2008 yilini olimpik açıdığan yılını hazza yani ko'z yoshi yılıga aylandırmoqchi deb bayonot bergan. Bütün dünyadaki nurg'un torbetlerinde bu haqda haberler berilgan. Mesela ASEAN News agentligi bu yerda bu haqda uzun bir haber berilgan. Bu yerdeki haberlerde emmisi nimeni ta'kidlaganda qurolliq askerlerge, qurolliq kuchlarga qarshi elib berilgan bir harakat ekanligini alayda ta'kidlab qo'ygan xabarlarda. Bu nimaning ifodasi desak, bunda besivilingan zaminda bu xil norozilik kurashları normalde terör hesaplanmaydı yani. Çünkü sana o senin zamanına besip algan tecavüzçü güç hesaplanmadı. Yani bunu hazır dediğimiz kadar bunun da Nobel Tinch Mukafat verişken Nelson Mandela'nın bir gibi varken de müstemlik aslındaki bir halkının zulüm karşı elip koygan kuruşunu terörlük dep ataş fakat tecavüzçülerin öz cinayetini yuşuruş için işiltigan bir yilisidir deydi şu hem de. Buna yaxshi bir gap kelganda, men bu da men bu bir maqola yozgandim-da, bu maqolani o'rs e'lon qildim. Inglizcha mushbat arda Xitoy Qizmiston to'g'ri chiqdi. Shu maqolaning eng beshiga men mushni oldim. Nelson Mandela mush kepida o'tirib. Ya'ni bizniki vatan ichida Xitoyga qarshi qilayotgan barliq kurashlarimizning hammasi, ya'ni Xitoy yana terrorlik deb atab keladi. Bu yana Xitoy bo'lsa bu tajovuzchilarniki o'zining jinoyatni yushirish uchun ishlatayotgan bir yilisi-da bu narsalarniki hammasi. Nayt obdan bir gapga bu Nelson Mandela gapini. Boshqa bizim mushlar gaplarni qayrilib dunyo e'tirof qilgan shaxsda Nelson Mandela dunyo Nobel Tinch mukofotining sohibi. Mana mushlar deyapti deb, mushlar gaplar orqali biz vatanchilikka, inqilobchilarimizni, vatanchilikka, milliy ozod jangchilarimizni bu orqali qo'llashga shunday nayt bir muhim gap ekan bu. Xo'sh. Bunda olsa bu mezgilida ama şöyle endi siz bir jurnalistlar chiqdingizda buni diqqat qilsangiz bular Human Rights Watch bunu kutish tashkilotimi maxsus shu nima to'g'risida Samanyolu milliy ozod turishga haqqida bularning chiqargan bir dokladlari bor ekanda bu dokladlarda haqqida sizdan bir xabaringiz bormi bunda? Asaslı qilib nemiz qilamasmi, kichik bir nemiz to'g'risidami? Ovozingiz kamida. Ovozingiz. Ya, bu to'g'riliq tafsiliy bir xabarim yo'q. O'z vaqtida ko'rgan uni, masalan bu atrofliq 5 inson haqlari G'ulji voqeasidan keyin 98dan tortib kechirim tashkilotining 6 doklad hazırladı. Bunun da bu Samanyolu'nun mu var ama del etraflı haberim yok, unuttum yani. Bularga menma efendim sınavçı bana da azraq nemamiz bormi? Men gap qo'shayman. Hozir terrorist degan gap chiqib qoldi-ku. Xitoylar endi bizning qilgan hamma ishimiz terrorist qildi. Hatto Dalay Lamaning terrorist deganda, Dalay Lama degan dunyodagi buddizmning payg'ambar hisoblanadigan odam, o tinchlik favratchi yo'naltamiz deydigan odamni. Shunga xalqaro Xitoyning degan bu terrorizm degan qalpoqlarga
hech qanday pisand qilmaydi. Biz Uyg'ur tashkilotlarimiz, ben o'zim Amerika bak qo'rqudi, bak ehtiyot qildi. Ham terrorizm deganning aniqlamasi bu o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab kashf qilingan bir atalg'u terrorizm degan. Bu terrorizm deganning nimasi hech qanday sana bir fikringni orzuyingni, istaklaringni ifodalash yo'li bo'lmagan, erkin yo'l bo'lmagan shakl bo'lgan vaqtida ya banda qilqi. Sana erkin yo'l bilan bütün arzu istekini ifodalash yo'li turib, sen zo'ravonlikni tanlagan bo'lsang, bu terrorlik qilmaydi. Masalan, g'arb dunyosida so'zlamsan, namoyish qilamsan, saqchiga yoki prezidentni ustidan shikoyat qilmasam erkin dunyo. Bu yerda qilib bo'lgan faoliyatlar o'zi terrorist qilmaydi. Bu Yevropaga. Endi Xitoydek, Rossiyadek, North Koreyadek bir diktator davlatda bu xalqqa unda gap qilish huquqi yo'q. Endi bo'lib bizdek mustamlik ostidagi Uyg'urlar, Tibetlardek tajovuzchi mustamlik ostidagi bir xalqning ya erkinlik so'zlash huquqimiz yo'q, ya bir o'zimizning orzusini ifoda yo'limiz yo'q. Bunda bizning qilgan harakatlarimizning hammasi milliy qarshilik harakat, ozodlik harakati bo'ldi, mustamlik qarshi harakat. Buni g'arb dunyosini tushunadi, ammo siyosatga qarab qabul qilyotdi-da. Masalan, dunyoda dangliq terrorist deb Amerika tutanmagan, 20 yil tutanmagan Ahmad Shara Aqsarayda qizil gilam bilan kutivildi. Amerika o'z vaqtida 10 million dollar berman deb belgilagan Ahmad Shara Suriya hukumatini qurdi. Axir Aqsaray chaqirib Donald Trump o'z quchoqlatib ko'rishdi. Uning oldi alqi tutaman deb o'ltirman deb qo'g'lab жүрген Amerikaning generali David Patriotmi New-York quchoqlashib ko'rishdi. Demak, sen nima uchun terrorist bo'lding va qanday bo'lding buni qaraydi. G'arb deymiz erkin bir siyosatda, tushunchada erkin bir dunyo. Shuning biz Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur faoliyatchilari g'arb faoliyat qilyaptilar. Xitoy qarshi vatandik harakat bo'lsin, balki chet elga bo'lsin, hech qaysidan Xitoy bizga manda qalta qiygizib qo'yamiki, terrorist deb qo'yadi, qo'rqmasligimiz kerak. Chunki bizning qilyapti Xitoy qarshi bo'lgan har bir harakatimiz haqli, qonunli, onustidek bizga hali a'lo nima qilsa. Shuninga qonunimiz bizni qo'llaydi, xalqaro siyosatni bizga uyg'un keladi. Biz har qanday ishni qilsak bo'ladi. Shuninga bak ehtiyot qilib ketishning bak nima qilishimiz kechikdik biz. Xitoy qarshilik harakatda jiq kechikdik. Jiq keyinga qoldi. Shuna yana bir savol o'taylik endi bu munosabat birinchi turib Facebookda har xil inkoslar, munozirlar bular ishki davolaqish paydo kelib chiqargan bir savol edi endi. Bu xalq ishida endi ba'zi xalqlar deydi-da Uyg'urlar vatan ichida Xitoy qarshilik harakatlarni qilmagan bo'lsa, jim turgan bo'lgan bo'lsa, Xitoy bizni o'ltirmaydi, lager sulamaydi degan mushtaq bir gaplar bor. Misalda endi. Tinch o'zini tinch shaklda ifodalabdi endi. Endi erishkilarlar bu dava yo'li burun bizni qarag'an burun nima qilgan, ishchilarning qurultayda ishlab baqqan bir sanat ishlasi bir sanat boshqa ishlarni nima qilyapsan degandek endi. Shuncha uzun yillik bir kuzatuvchi ham davo adam bilan suhbat bilan zulm qarshi turishni zulm qarshi turib hozir degandek nima qilsak qalaqa zulm qarshi turish zulm kelamdi va yoki o'z qarshilikni taqozo qilamdi. Hozircha tushunch bo'ldimi? Hozir deyotgan xalqnikidek, deyotgan ba'zi odam deydi, biz jim turgan bo'lsa va hech qanday Xitoy qarshilik qilmay, Xitoy nima degan bo'lsa, shuni degan bo'lsa, boshqa yashagan bo'lsa Xitoy bizni o'tkamaydi, turmuq sulamaydi, jazolarga qolmaydi deydigan mushtaq insonlar bor, yo'q emas. Buni turib ko'radi, yozadi, ba'zilar tashqi qilib so'zlaydi bunday degandekda. Hani mushuninga sizlar qanday qaraysizlar? Uyg'urlarni kizlar shu qarshilik qilayotganlardan bu narsa bo'layotgan narsa mi? Xitoylarni Uyg'urni o'tirib tushirishi va yoki buning boshqa omillar bor. Buningga ishchilarni qaysini boshlasangiz mayli, ishchilarni ko'z qarashib boqing. Qisqacha men bir ko'z qarashimni dey, bu Xitoyninki aloqa ta'til teşviqotininki bu unumi-chu, vatandagi unumi. Mesela ben şu 2016-yılgacha vatandan naydi jiq Uyg'urlar Türkiye'ye geldi. Her güne, her hafta 3 bilan keladi vatandan. Pensiyaga chiqqan davlatning kadrlari sayohat qilib Türkiye'ni aylanib vatan ketdi. Naydi jiq Uyg'ur geldi. Bir aşxonada otursam bir adam Ürümchilik ismini demedim ama yanımga kelip
Ay qanday ahvalınız yaxşı ben sizni mında nimede kögen torda avazınızı anlagan dedi. Ay yaxşı rahmet bu nereden siz dep sözleştik. Sözleşsem dedi ki bu sizler muş chet elde muş davаны qılmagan bolsaňlar şunda jık Uygur ölmeydi Xitay muşunda qattiq qolluk siyaset yürgüzmeydi. Siz qanday qaraysız dep soğudu bana. Degandikin siz o'qigan mı desem ben o'qigan üniversiteni бүтүген moyum idoralarda ishlagan dedi. Ben dedim muşunga siz işinemsiz desem daha közemge qaradı pozitsiya bildirmedi. Bu Xitayning teşviqatıçı bu. Xitay muşunda teşvik kılıp chet eldeki bir uçum bölgünçile aynda kınmasa meyadım onda siyaset bulmaydı dep Uygur'un kallısıga muşu cık Uygur'unu işendirgülük bununla. Şimdi ben dedim ki bu Xitay bizden vatanına asimilasyon kılış için chet elde bir mi teşkilat yok vakladı mı? Xitayning bu siyaseti bardı, hazır mı ba? Xitay bizni tamamen asimilasyon kılış siyasetini ta 50. yıllarda yazgan bunun kitabını. Bu 1933. yıl, 32. yıllarda Şansay'ın vaktidan tatip şu vaxtada Tayvan'daki arxivlar açıldı. Şu arxivdan kelgen neslerini kördük. Şu vaxtlarda köplep Xitayni ötkep çıkıp Şarkı Türkistan'dan ki nüfus kurulmasını özgertiş doğrusunda yazgan dokladlar var 1933'lerde, 30'larda. Bu Xitay degen bizden asimilasyon kılıştı, muşunda kılışını allı burun yezip stratejik plan bilen kılvatıdı o desem el kadem karab nem kıp kitip kaldı pozisiya bildirmedi ama ben ismini vermey hazır ictimai taratqulardı mı mesela 2010-11'lerden tatip yezivatkan ballar var. Bu şu Uygurlar Xitay bilen birlikte biz bu chet elde bundan imkanmasak müstakillik u bu demesek vatanda bizge bunda qattiq qol bo'lmaydi deb. Sadi Somuncuoğlu deydigan ömrünün ahirgacha bizni qo'llab kelgan bir davlat ministri var Türkiye'de. Bir gün beni çağırdı. Dedi görüşeyle dedi. Basam dedi sizler muşu müstakillik deganni ta'kidlamay. Bunda avtonomiya kanununu yolga qo'ysin, haq huquqimizni berishi lazım Xitoy deb ma gapinglarni biraz o'zgartib, yumshatib müstakillik degan gapni demasanglar Xitoyning siyosati o'zgarishi mumkin dedi. Degandiki u adam bilan kimning ko'rishganligini, kimning buni onunga deganligini bilaman da. Ben dedim o Xitoy degan o Xitoyning maqsadi bizni tamamen yok qilish. Bu rayon Xitoy uchun nayti muhim. Şunu bu rayonni Uygurlarni milliy kimligini qo'g'dab qilish emas, Uygurlarni butunlay xitoylashtirish orqali bu rayonni o'zining qilib olish siyosati va Xitoyninki. Biz o men unda degan bilan o'zgarmaydi desam, o adamga degan adamni menga anlatdi. Bunda deydi, shu qanday o'zgarmaydi dedim. İlham To'xti 84'teki avtonomiya kanununu icra kılsın, Xitay bilen birge yaşaylı kanun devleti olsun, avtonomiya kanununu elip bas biz diyalog alıdı, biz Xitaylar bilen birge yaşasak desem onu ömür boyu turmuğa taşlagan olsa Xitay muşnanga yumuşak kolluk bulamdı o da ben düşündürüp koygan. Xitay'nın hazır bir teşvikatı var şu. Hazır cık Uygurlar mesela oturup mungdaşsanlar chet elde yaşavatkan, chet el garajdanı oğan, atanısını kürenmevatkan bunda Uygurlar mı? Deydi bu şu teşkilatla çatak kılvatıslar. Teşkilatla mı bunda halkarada nem kılgaç ki biz jutku varanmayımız, atanımız kilemeydi o. Biz berip kilip bunda Xitay'nın merhameti bilen, Xitay'nın ki gamxorluğu da yaşasak bulmamdı o. Biz Xitay degen küçlük devlet olsa deydigan ma iddia hazır yaşladımı küçülmetti o. Bunda kelgenlerden çıkız Xitay degen bek terakki gitti. Xitay degen bek dünyanın soraydı kelgisi de deydigan iddiyadaki Uygurlar teşvikattan tesiri bilen buluvatıdı. Şuna bence bu Xitay'nın tertü teşvikatının ki
Bunu teatr teşvikatının tesiri de boylayım ben. Rahmat, siz hazır mı? Diasporadaki işler chiqish qildingiz ham xo'sh. Nima efendim bunun qatag'an nima bo'lsa, bo'lmasa siz degandek vatan yashida qarish harakatlar bo'lmagan bo'lsa, Xitoy biz bunda o'tamaydi, solamaydi, bu degan narsaga mesela qanday qaraysiz? Bu biz birisi uyingni besib odamga, uyingga kirib odamga tajovuzchi qarshi turmaydigan ish bo'lgan bo'lsa, u jim yotsa bo'ldi. Birinchi Xitoy bizning yerimizni tortib oldi. Uning qarshilik bo'ldi. Masalan, 19 Xitoy kirib olgan tortib ta 1978gacha biz hech ish qilmadik. 70'da qani. Birinchi qarshilik harakatlar 1980 Qashqarda qag'liqdan azar qarshilik namoyishlar bo'lgangacha biz 30 yil ish qildik. Xitoy o'ltamidimi? Necha millionlab o'ltadi. O Əsəd Süleymanın 55, 35 ve 70, 17, 2017'de bir kırıcı 3 kitabı var bu. 2 kitabı dinleyecek. 3 kitabını kırık. Biz hiçbir karşılık buldu deme. Ay Mao Zedong ve diğer vaktimizde Xitay biz neçe milyon kırıp oldu. Hatta biz dinimizden vazgeçken, milli kimliğimizden vazgeçken bir devirde kırdı. Hem de hazır yeni gap çıkırak kıldı. Xitay'ın səpsət sistemi olarak düşüncesi aciz Uygurlarının yani Xitay'dan menfaatli atkan Xitay'da azırak emeli var, dadısının, anısının, ortaklarının azırak emeli var, yak ticareti var, yak bay erkekte bir ortakını görüp çıkırdıgan moşundak Uygurların tipi olan bir gepi bu hem de. Üçüncüsü rast digende çetelik Uygur teşkilatlardı mı moşunda ağın battı. Bay erkekte de biz birileri kimseler müstakillik demegen bolsanlar Xitay biraz yumuşat. Aslında bizden pulları atkan enni diye devreyle mi gapne? Enni değil mi? Biz Uygurlarını mecburi muşunda değişken mecburlu de. Mesela bizden 2011 yılı Ali Kengaş içildi o meyde. Ali Kengaş'ın içilişi olan sebep mi? Şu. Uygur bizden hem şu an Dünya Uygur Teşkilatı içinde kurultayının içinde bizde 2-3 yıl bölünüş oldu. Müş müstakillik diyen gapni demeyli. Abdünomiya deyli. Hatta bizden çoğunlarımızdan birisi ağzının sert gap demeyi Cenan çıkırmamsa Xitay anda küştüsü onu qaysı mütaqillik alsa belki abdünomiyas almamsa degan rahberimiz var. Onu aziz ismini demeydi. Muştada biz kurultayının işçiliklerini ikiye bölüp koydu. Biz kurultay içinde ikiye bölüp kaldık. Bu Uygurlar özü müstakil devlet, əzəldə biz müstakil olgan, müstakilliğini qaytırımız deydik Allah var. Bay erken degendik, bu Xitay küçük tutsa, onunla qandaq qılmayız, onundan çıkışıp abdünomiya degenini asak müstakillik demsek abdünomiya bir de Xitay'ın 80 yıllık abdünomiya əslə keldir ve teximi yüksek abdünomiya alımız deydiğen muşta teklif var. Hatta eniyeti muş fikrini qollab bizi mecburlab Xitay'ın demokratçılarla bir jığıllaq otağızıp daha Cunhua Minzu bizim deydiğen bir kurultaylık bizni qatnaştırdı. Xitay'daki köp milletlik tüzümü deydiğen federasiya degan bizimlerini Amerika jığını içip şöyle apadı. Ayşta ketip bart. Eğer 2017 yılı Xitay keng ko'lamlik lager ishib qirg'in qilmagan bo'lsa, suqmagan bo'lsa, bizning Uyg'ur tashkilotlar shu taraf ketib boradi. Oxiri Xitoy u bizni tashlab etdi, chet elga u lobbichi demokratik Xitoylarning kuchi qolmadi. Enidiningmi Hongtongga xizmatida Xitoy bekichilib necha million so'lagan degan Enidimi oxiri so'skal tushib qoldi. Demak, bizning chet ellik Uyg'ur tashkilotlarimiz, faoliyatchilarimizdimi bay deganda mush qarshi harakat ko'rsatmagan bo'lsak, favqulodda biz Xitoy bilan kelishib avtonomiyani asli keltirib deydigan ideya bor. Yo'q emas, buni deyishga hozirmi bor? Hozir tanqidlayotganlar bor. Hatta biz so'rida o'tgan vaqtda Mishel bizning Amerika yashagan so'rindimi o'xshash og'aylarimizdimi ikki xil ko'z qarashlar bor. Tish qilib turgan bo'lsa, qo'lni qisib turgan bo'lsa, ashkul ashni qilmay, ma Xitoy bunday qilmaydi deydigan gaplar bo'lgan. Endi bu şu insanların düşünüşüge, özünün ata-anasının Xitayning nerdelikege bizning vatanimizning qandaq besivganligini ya bilmaydi ya bilsam qabul qilmaydi. Ya'ni bugungi manfaat va turmush qilishga huquq ya amaliy Xitoy deydi. Lekin Xitoydan biz qutulmay turib, bizning mavjudligimizdan kafolat olmaydi. Biz ozodlik bo'lmay turib, Xitoydan to'ltigiz qutulmay turib, Xitoy bizdan nechasi qu ilgar xalq, ilgar. Ular 2000 yil burun o'zi hatta Mo'ngolning qo'lasi turib, hatta Manjuning qo'lasi turib, bizning vatan ya'ni Xitoyning Xinjiangni qo'lda bermaslik uchun taktikalarni, strategiyani tuzib qo'ygan. Erkin deydi-ku 1934 yil taxi Xitoy Kommunistik partiyasi qurilmay, davlatni ozod qilmay turib, Xinjiangni qandaq qilib mustamlik qilamiz, qandaq qilib nopuz o'tmaymiz degan strategiyani tuzib qo'ygan. Demak, Xitoyning tigi-tigidan bizni yo'q qilib o'tib, bizni besilish plani, strategiyasi bor. Shunga
Mayli biz cemiyet ayli, mayli karşılık bildirayli, Xitay bizni hamle öldürdü. Xitayning ko'ngizdan bir gap bor ekan, farq biz uchun dushman deb. Biz Xitoy bilan o'xshamaymiz. Xitoy uchun biz farq. Xitoy bizning vergimizni elish uchun bizni o'ldirdi, yo'q dedi. Bo'lmasa biz ularni yo'q deymiz. Amal yo'q. Jim tursangmi o'ldirdi Xitoy, tinch tursangmi o'ldirdi. Ammo jim yurib, urush qilib o'lgandan jim etib o'lgan bekchiq. Hozir mana jamiyat qandoq lagerda 3 million o'ldiryapti. Mesela biz 40 Şinliyaga qarşılık bildirib qancha adam o'ldi? Chiqib ketib 10 ming 20 ming chiqmaydi. Millatda shu 8 yilda jim yotqanda qarşılık bildirmagan lager uzlab 3 million 4 million o'ldirib bo'ldi. Shuning bo'liq bizning Janbaqda qo'qanjaq hiylagar go'yilninki jim turgan bo'lsa Xitoy undaq qilmaydi, bundaq qilmaydi degan gaplarda o'zlariningki bir amal xumarligi, jon xumarligi, manfaat parastligidan bo'lgan gap deyman. Bizning siyosiy faoliyatchilarimizmi nazariya saviyasining tuvalligi, g'oyasining oddiyligi yoki xunukligi. Rahmat, sizning munosabat qiladiganingiz bormi? Bu meselede hem de bu nurgun amil var. Hem de Uygurlar tabiatın çeteldikin dedim mesela. Vatan dedim. Vatandım o mesela. Biraz üzerinin tarihini bildiğin Uygur milli anı güçlük boğan, okugan. Bunda edemle mesela bu Sevme yolu vakası olsun, Kanda vaka olsun bu xil Xitayga karşı küreşni uç kaşkarı diyemmisim o hoş oludu takdirleydi. Bir millette hemmedem o anda oylaydı digil olmaydı. Ama bizdeki kem buluvatkan neyse Uygurlardı. Bir millet üzügü boğan işençi, güçlük bulmasa milli ruh, milli an yukarı bulmasa bu hareketlendirgili bulmaydı. Şuna Xitay neyim için üniversitelerde Uygur tarihi öğretmeydi. Uygurlarning milliy kimligini o'rgatmaydi. U vatandan kelgan mening o'quvchilarim bo'lgan burun. Darsda ko'k bayroqni ko'katsam hayron qilib bizning shunda bayrog'imiz bor ekan ma'lum. Men tunji qatim ko'ryapman degan o'quvchilar bo'lgan. Shunga vatanda bu bulup bu mesela 2000 yıllardan 2010'largacha mesela 2009 yıllargacha nayet yaxshi torbetler çıkan. U yerda nurg'un yaxshi maqolalar chiqardi Uyg'urlarning tarihi, madaniyati haqida. Buningda jiq Uyg'urlar milliy milliyetçilik ruhu anı güçlendi. Mesela 80'li yıllarda biz şu roman okuş arkalık, iz romanı olsun, baldo oğuldan adam olsun, çalı tekken ok olsun, mesela nurgun bu şu romanlardan biz milli ruhunu, şu vaktdeki inkılaplarını şu romanlardan öğrengen. O vakti da bizge Beijing'de okugan boğaçka bizge Xitay ma'lum tarix tasvir etti. Uyg'urlar tarixda qilgan davlatlar, qanday qudratli davlatlarni qilganligimiz, madaniyatimiz shunda anglatgan vaqtida biz ichimizdan faxrlanib biz mushunda bir millatning avlodi ekanmiz emasmi? Nima degan yaxshi deb keyin oqshomlari maktabda bog'chisida o'tirib Uyghur tarixini birbirimizga anlatıp okup ertesip şunda erken vakitlarda 80'li yıllar. Şu yerde biz milli nimege iyi olduk da şuna vatanda kıldığı iş bizim nurgun işimiz var. Çeteldeki teşkilatlarının işi fakatla namayiş kılış, dokulat tayarlaş, devletler bir şey bas. Da aç vatanga kanda oluşur. Mesela Erkin Asya Radyosu'nun bunun da rolü nayet çoğun boğan mesela vatandan kelganlar aşağıda anlıqanlığını. Nurgun adam şu yerden cık derslerini öğrengenliğini digen. Şuna vatanga təsirimizde kanda güçlendirimiz. Bu meselelerini oyluşumuz lazım. Mesela bazı profesörler vardı. Türkiye'de ilmi mahkeme yığınları kiletti. Bizge şunu deyipti. Fukam bu Xitay degen bek çoğun devlet ketdi. Sizlar bu chet elde mustaqillik bu degan vakırlar bilan onun hech qanday ta'siri olmaydi degan bir profesör 5-6 yıldan keyin bir kelgan vaqtida bu chet elde vakırlarning shunda foydasi bo'lyotidi. Sizlar bu da'voga davom qilinglar degan muallimlar bo'lgan. Demek chet elde agar biz kuchlik bo'lsak, teşkilatlarımız kuchlik bo'lsa, her sahadagi Uyg'urlar kuchlansa ayağı tesir köketkin oldu. Xitay nayet abroyperest bir millet.
Muş Türklerge deydi o. Biz degandan nayet demokratik bir devlet. Bizde az sallık milletler degen acayip baxtlik ayda anıltıdı. Şu anlatkan Türklerge biz ayada buluvatkan naqçılıkni, haksızlıkni, bizge kılıvatkan zulümni anlatsak o vaxtıda Xitayga tesir oldu. Bu Xitay Türkiye 80 milyonluk bir devlet. Xitay'ın bir ülkesinin nüfusu var hem de. Ama Türkiye'ye aşında hoşamet kılıp biz Uygurlarımında yakşı karavatımız değiştiki sebep muşu çeteldeki faaliyetlerinin, çetelde Xitay'ın yüzünü tüküvatkan, Xitay'ın rezilliklerini anlatıvatkanlarına nayet zor tesiri var. Bunun da Xitay nurgun pul heclep Türkiye'de bazı akbarat organlarına pul verip yüzünün teşvikatı da kıldırıvatıdı. Bu mesela sen ne mi desen de ben siyasetimde devam kılımı deydi o Xitay. Ama Xitay ben kelgüsünü dünyanı sorayım ya. Ben degen nayet çoğun devlet biz yüzünü demokratik devlet de izahlaydı Xitay Türkiye'ye. Bunda devlet oğandikin yüzünün halkıga yakşı bir yakşı yaşatışı lazım, yakşı muamele kılıcı lazım. Şu an bu çetelde teşkilatlarının bulup bu çetel erkin devlet çıkışlar çetelde kılgılı buludu. Kılıç tekişlik işine ait köp en mühimi şu hazır vatanda jurnallar, gazetler, tor betler hemmisi itilip gitti. Kanda kılıp vatandaki halkımızga bu malumatlarını ulaştırıyoruz. Uygur'un tarihi doğrusunda edebiyatı, medeniyeti, çetelde buluvatkanlarını kanda kılıp başka halkımızda şundan haberdar kılırız. Mühim hizmetlerden birisi buluşu lazım dep oylayman. Rahmet, endi bugun bu suhbatninki munosabatdek yana 4 avgust Semen Yur ozodlik kurushininki bevosita qahramonlardan endi Qurbonjon Aymetli Abdurahmon Ozod. Yani bu ikisi biz Uyg'urdan chiqqan bir milliy qahramon. Hamda bunun ish izlarini 16 yil burun bo'lgan ish dunyoni xo'jalik kuchli bir zilzila paydo qilgan 16 yildan keyin bugun biz tabriklab o'tiribdik. Men bu shaqirimiq material izlab baxtim, Sharq Nasiya radiosining chiqqan xabarlardan boshqa tuzuk bir narsalarimiz yo'q ekan-ku bu narsalarni. İşte radyoning haqiqatan işte qushurlarni to'plab, xabar ishlagan nimalari bizning nurg'un narsamizga foyda bo'ladi ekanda, men bayli ishildayo degan. Ana shu Qurbonjon Yemitli Abdurahmon Ozod haqida jiqqib qushurlarni topib qo'yolmaydi-ku, lekin men izlanib baxtim. Bu vaqt sizlarning izlanib baxtgani men bormi shaxs haqqida. Mening yo'q. Şu ben qarab baxtım köp məlumat yoxken şu onun taksi şeyinin Abdurahman Azad'ın ki köptat ticaret kıldığan bir kişi kendini yemetinin ki nemeligini şoför ikenligini onun sırtıda məlumat yok ama muşulanı bizden nurgun kahramanlarımız var tarihte. Ama mazırını mı bilmeyimiz mesela vatanda. Şu an mesela hazır müstakil olan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan müşerlerine bağsanlar burunki Sovyet İttifakı mezgilide şu halk düşmanı, hain, dep şu Sovyet Rusyası tarafından, Sovyet İttifakı tarafından öldürülgen, şu vaxtıda turmalarga taşlangan, adamlarning hammasının heykelleri tikilip, kitaplar yazılıp, şu vaxtdaki kahramanlarını yeniden bekitivatıdı bu devletler. Şu anda biz müstakil buluşunu saklamay, müstakil bolsak elbette bunların hammasi to'g'risida kitaplar, dasturlar yazıldı. Muşularni kulu kalem tutadigan ziyolilarimiz muş to'g'rida ma'lumot deb qanchalik topalısak bunu yazıp kaldırışımız lazım. Mesela bizim en mühim işte vakamızda chet eldesizlar, G'arbda, Amerikada yaşaganlar yaxshi bilasizlar, G'arbda yaşaganlar yaxshi bilasizlar. Bunda tarixiy voqealarni derhal bir kitap qilib chiqarib yazib qo'ydi. Ma Türkler tarixga not düşmek deydi. Mush Türkiye'de bo'lgan bütün narsalarni shu vaqtda kitap qilib qo'ydi. Shu men Türklerni o'rganib 5. yıl ürüm çıkargançılığı doğrusu da Türkçe bir kitap yazgandım. Uygurcusu mu çıktı? Hazır ikinci kıtım besildi mesela. O setildi. Onundakin
2015-16'da nurgun Uygurlar Malezya, Tayland arkalık müşek geldi. Şu ulanın sergüzeştileri ait içinişlik. Başka millette bolsa onu kino kılıp işleydi. Ama bizde onda bir imkan bulmagaçka onu hiç olmasa kitap kılıp yazıp koyay dep ben şu adamların bir 20'dek adamını adam bilen sohbet edip verip onu Türkçe kılıp çıkargandım. O kitabını okugan bir yazgıcı yolda kağalla dep şu bir roman yazdı mesela. O ben bütünley şu şahıslar bilen sohbet hatırısını Türkçe'ye tercüme kılıp neşir kılgandım. Onu okugan adam onu bir romanlaştırdı. Şuna muşuna biz çokum biz Uygurla mağrip kıyamiyet verimiz ondan millet dep özümüzü danlayımız ama bunda karaydıgan bolsak yazılgan nesi yok. Bunu kelgüsü de biz ölsek bizden keyinki evlat bunu paydalanadı, tatkik kıldı. Bunun kelgüsü de bir hesap soraydıgan bizge muş zulümünü elip bağan hükümetten, milletten hesap soraydıgan vakitlamı kelişi mümkün. Şuna bulan yazıp kaldırışımız lazım. Menenki nemem muşu şahıslar doğrusu da Zeydin Yusuf olsun mesela bu Semen yolundakiler Gulcu vakası da nurgun takış turmadı yetivatkallar var. Öldürülgenler var mesela. Bulanın hemmisinin kahramanlarını, isimlerini redlep çıkıp malumat toplap kançılık tapalısak şularını yazıp kaldırışımız lazım. Hemen yoldaki ve Gulcu'daki ve ki Ürümçideki bo'lgan mush inqiloblardagi qarshilik harakatdagi qahramonlarni taniydigan shaxslar shu birga yashagan shaxslar chet elga chiqdi. Masalan 2018 nurg'un chet eldagi Uyg'urlarning nurg'un Qashqarda Ürümchida nurg'un ziyolilar chiqdi. Shular biladi agar shular aktivlar o'zining bilgan ma'lumotini yo o'zi yozib chiqish kerak yoki yozdiganlarga ta'minlab bersa bir o'ringa. Bay erkenegedek o'tgan har bir qahramonlarimizni bir yezib qo'ysak shu tarixmi saqlanib qoldi, shu qahramonmi unutilmaydi. Shuningga kitob yozishga kelganda hammamiz o'zimizni emas, ashlarni yozishga tirishimiz kerak. Mashlarni cho'qim masalan bunga batasha bo'lib hozirgi ikki qahramon to'g'riliq 2008 bo'lganda dunyoning ham yerida bor Qashqardan chiqqan nurg'un tijoratchi bo'lsin, o'quvchi bo'lsin, nurg'un. Ashda cho'qim biladi bularning kimligi, nima turganligi, oilasining ahvoli, bugungi oilasining ahvoli ve onun aldığındaki olanın ailesinin kelib chiqganlar biladi. Mesela bir yezib qo'ysa, bu bir aslima hem tarix bo'ldi, hem bir Uyg'urni tanishtiradigan bir nima bo'ldi. Uni mumkin chet el tiliga tarjima qilib bossi bo'ldi deb o'ylayman. Mushunga tashkilotlarimizmi hamda bir plan taraqqi qilishlar, chet elga faoliyatchilarimizmi yazarmanlar, mushuni bir o'ylashib baqsa. Rahmat. Buna direkt bu sohbet maksatdan birisi bilan mustaqil yazman deb böyle bir oyda bo'ldi. Materialda faqat bir materialni. Erkin Asya radiosuniki yazgan maqolalari, xabarlardan boshqa birim yo'qdek ko'rsatib baqsaqdi. Aniqen dunyoning davlat axborot vositalari bu haqda xabarlar var, o xabardan foydalandim. Uni yana xalqaro tashkilot tashkilotiniki qilgan raportlar var. Bu raportni degan birlikka manbalarimiz bu ikki Uyg'urniki qilgan erkak bolada ularga qarish nimasida va bu voqeada birmi begunoh fuqaro o'lmagan debchi. Cho'sh bular jinoyat nim qilmaydigan. Faqat shu Xitoyniki shu askarlarga lakim nishon faqat shu bir nima bo'lgan, bir fuqaroga ziyon yetkazmagan deb anda chiqqan nimalar bor ekanda, nimalar. Undan ba'zan foydalandik, lekin resmi topib olmaydi ekan. Shunda izlab baxtim resmi yo'q. Demek ki bu kahramanların resmini unutulup ketilirken de bildiğinliğimi ya demedim mi, fotoğraf yazılmakta. Şu an ben biraz yazaydım, yazıp Uygurçasına ilan kıldım, İngilizcesine zımıstan doğru evet ve İtalya'daki birleşik gün için çıktı hem de. Şimdi bir yazıp ben bir Uygurluk bir burçum bulup kapkalsın deyip, hani bu kahramanların kişilerini halkımız bir düşündüreyle, halkımızın bir milli oyumuzu uygatayla, halkımızın bir öz milleti olan kahramanların sevgisine artık özgür milli oy güçlensin. Kahramanlarımızı unutmayla tulusun degan noktada bu program diye orlaştırdı. İşte yanı teklif kıldım. Köptün köp rahmet. Bundan ki yani vatan işi demişler bulatkan milli karşı hareketlerimizde
Anaki bu yıl aykın to'g'rilab qolganlar qolib qolsa, men davomli izlab kelaman. Sizlar ham shu to'g'risida xabar olib qolsanglar, programma qilaylik. Ko'rmanlarmi? Biz bilmaydigan, biz unutib ketgan qahramonlarimiz, biz unutib ishimiz qolib qolsa, kuchlarni ta'minlasangiz, suhbat o'rlashtirsak bo'ladi. Shu vatanchilikka qahramonlarimizni, xalqimizni yodlatish uchun, tulish uchun biz suhbatlarni davomli deb boraylik. O'zimizniki milliy ruhini, uyg'urlik ruhimizni mushta orqali kuchlantirib turaylik. Biz bugungi suhbatimiz mishayish bo'lsin, boshqa fikringiz qolib qolsa olaylik, bu suhbatni aqlashtiraylik. Sizlarga sonda görüşelim. Şu, sizin degan teklifiniz nayeti muhim. Hem de bu 7. ayının 28. günü mesela ilişko vakası vardı. Yeken ilişko. Mesela 49. yıldan bugünküçe çok küçük olup bir 200 etrafında vaka varken. Şunda İnqilab yoki milliy Karşılık deb olaylik, o'zgartdi deb qildik. karşılık hareketi varken de karşılık hareketine her nimede şunu bir program kılıp eslep o doğruluk yeni məlumatlar tapalısak onu anlıqçılar bilen körgücüler bilen ortaklaşıp devamlılık bunu bir ene ağalığa girişimiz lazım. Bazı teşkilatlar hazır kılvatı doğay şu kahramanlarını hatırlaş yığılları, yazgıçılarını hatırlaş yığılları, kitaplar çıkarılıp ne yaxşı işler buluvatıdı. Takıma bunu küçeytişimiz lazım. Böyle program qilib, yani tarixdagi bugungi kun yoki vatanda bu o'tgan bugungi kun degandek bir tema qo'yib, shu kunda bo'lgan voqealarni, ya'ni ayon voqeada qoldi, shu vaqt bo'lgan milliy ozod kurashlarimiz bir eslab chiqaylik. Shu vaqtki jamiyatni bir analiz qilamiz, vaziyatni. Andan keyin bu qahramonning shu qarshi harakatning o'tira chiqish sabablari, ularning qilgan harakatlari uni bugungi selishtirib, uni bugungi jamoatimizga, Uyg'ur xalqiga tunishtirib, eslatib turdi. Shunga bir tim qo'yib, buningga tarixdagi bugungi kun yoki o'tmishdagi bugungi kun demdik, ajda bir qo'yib, har kuni baydagida 200 necha dan qo'ysa 1 yil tugaydi ekan u. 1 yil. 200 necha qahramonni 200 necha qarshi harakatni eslab tursak bo'ldi. Chunki asliga vaqtimizda bizning qon tomirlarimiz hayajonlandi, asliga yangi ishlar keldi. Hozir tushkunliklar o'tag'andan foydasi yo'q. Balki tushkunlik katta Xitoy kuchlik, bizning qirvatda o yomon dunyo ishkin super kuch desak, super kuchning yiqildigan biri bor. Yo'g'on terakni bir chimiz yiqtalaydi. İnşallah Allah nisib qilsa bu Xitoy bir kuni yiqildi. Shuning bizmi belimizni qo'yib o'tmay, birinchi Allohga bo'lgan umidimiz, o'zimiz bo'lgan ishonchi bilan milliy ruhimizni, milliy mavjudimizni saqlab chiqishga jasurlik bilan bir tirishib tursak, Alloh bir kuni berdi. To'g'ri, men shu ashta qilaylik deb buni boshliqda jiq qadamlar kurishyapmoqchi. Bizning haqlar bir uchirib bermay, ikkinchi ekranga chiqishda misol nima qilib qoldi ekan, yana ekranga chiqib o'sha programma qilib tursak bo'ladi. Bu tarixni qazib, tarixda bo'lgan milliy ozod harakatlarimizni bir eslab chiqaylik. Ondan keyin de mesela o'tganda Uyg'ur akademiyasida Abdulla Talibniki 100 yillik to'lganligi ishtaqa shu faoliyatim ko'rdim, shunda yaxshi bo'libdi. Abdulla Talib Uyg'urlardan chiqqan pedagog, Uyg'urlardan roman yozgan odam, u odamning asarini hammamiz o'qigan. Tugab ketdi, Alloh yotqayrini jannat qilsin. Ana u odamning ishlarini yaxshi bir shakllarda anglitib turib, boshdan oxir ko'rib chiqdim programmada. Masalan, tunugin yana bir nimalar Daral isim kamida yana bir shoir akamiz Opatopga chiqdi. Ovozimiz kamida. Tahir Talib. Shu Tahir Talib. Mehmon keldi degan she'rni yozgan. Bosh she'rni hamma vatash o'qigan vaqt bir hayajonlangandi. Keyin jazolarga kirayotgandan keyin she'rlarni bir aslida yorimitimizni bildirdik. Faoliyatlarimizni qildik, nima qildik. Ana o'shadan to'g'risida bir suhbat qilaylik desak, men she'rga nisbatan qiziqib ketmayman. Mushtaq shu chiqilgan shu odam bo'lmoqda, suhbat o'rlashtirib, zodi bu kimo qachon tug'ilgan, bizdan asl bir anglitib, jazolarga kirdi, chiqdi, qanday asarlarni yozdi, shu orqali qo'sma bir xalqni bir tunishtirib qo'ysak, bu bir yaxshi bir limitda hamda Başka bunu program taraftarındaysa, müstak programlar bahsetsinler. Bizim ekranımızı hazırlaydı. Sizin çıkınlar. İlla ki vaziyet analiz kılmasak mı? Muş vete işideki, vapatop ketiyatkanlarını ki, yazgan eserlerini tanıştıraylı.
Şuların iş izlerini tanıştıraylı. Onun başka Xitay'a karşı kurashlarni qilgan milliy ozodlik jangchilarimizni tanıştıraylik, şu ish izlarini eslash orqali o'zimizniki milliy ro'yini kuchlantiraylik. Bo'lsa material toplang, yozinglar, ta'minlanglar, yezinglar bir narsani, yezib bir narsa qilib qolsin, yo'qolib ketmasin bir narsa. Biz bugungi suhbatimiz misha cho'q topqas, hamma Allohga omonat, kerak sonda ko'rishaylik. Rahmat.